ekanmiz. Bu yerda qiziqarli topishmoqlar bor. Shu mavzumizga doir bitta-bitta chiqib, ikkala jamoadan bitta-bitta chiqib javoblarni topaverasizlar. Hop, boshlandi. 9-oydan chiqadi. 3-savol ekan. Men shakar emasman, ammo shirinman. Zanjir bo'lib turaman, glukozaman. Glukozadanman. Ha, glukozadanman. Organizmda quvvat manbai bo'laman. Nomi nima desang aytib ko'raman. Saharosa. Ilfaram o'qisang. Nechinchi savol ekan? 3-savol. Makaron, kartoshka va guruchda ko'pman. O'simliklar menga energiya sifatida zaxira saqlaydi. Men kimman? To'g'ri. 6-savol. Men suv bilan qo'shilsam parchalanib, shakarlar hosil qilaman. Demak, men murakkab uglevodman. Kimman men debdi. Menimcha suv bilan qo'shilaman. Qo'shilganida shakarlar hosil qilaman dedi. Bu degani ko'pgina monosaxaridga parchalanaman degani, bu polisaxarid javobi bo'ladi. Shakarlar hosil qilaman. Ikki turdagi shakar birikmasiman, glyukoza, fruktoza, choyga solaman, juda shirinman, kimman men? Bo'lmadingiz. Qancha qo'yapsan? Birinchi savol: shirinman, oqman, suvda eriyman, organik moddaman, mevada ko'pman, energiya beraman, insonga kuch beraman, kimman o'ylab top, aqlimga kuch debdi glyukoza. To'g'ri. Hozirgi savol topib qo'ymadim. Men oddiy shakar emas, ikkita molekula birlashgan glukoza va fruktozaman debdi. Men shu ikki do'stman, choyingga tushsam lazzat bo'ladi. Shamsiy savol emasmi? Javob. Glukoza va Savol Ko'raman, sen suvdan eti, demak men tarkibimda uglerod, vodorod va kislorod bor. Kimman men? Uglerod. Men shirinman, mevalarda ko'p uchrayman, energiya manbai, hujayralar meni yoqilg'i sifatida ishlatiladi. Men kimman? Glukoza. O'simlik tanasida yashirinman men, to'qimalar mustahkam, beraman kuch sen. Odam hazm qilmaydi, lekin foydam bor. Kimman desang ayt, holimdan xabar. 4-savol. 8 harfli nomim bor. Uglevodlar oilasida men meva, asal, sut ichida kuchim ko'p bilsang ayt, kimman men? Polisaxarid. Fruktoza. Laktoza. Ha, o'qiyman. Plastanman, ammo hayvonlar